Hisob-kitob nihoyasiga yetdi. Buyuk mahkama ham o'z hukmini chiqardi. Endi har bir insonning boradigan joyi aniq bo'ldi. Milliardlab insonlar ikki guruhga ajratildi. Bir qismi jannat ahllari, qolgan qismi esa do'zax ahllari bo'ldi. Jannat darvozasi oldida kutib turgan insonlar tasvirlab bo'lmas baxt ichida, ular hayajon bilan ichkariga kirish onini kutmoqdalar. Va nihoyat jannatning darvozalari birin-ketin ular uchun ochila boshlaydi. Go'yo yelkalaridagi barcha og'irliklar ketgandek, ilgari hech qachon his qilmagan yengillik va huzur qalblarini qoplaydi. Jannat farishtalarining ovozi eshitiladi. Sizlarga salom bo'lsin. Xush kelibsizlar. Abadiy qolish uchun jannatga kiringlar. Yuzlari nurdek porlagan mo'minlar qadam va qadam abadiy saodat sari yurib boradilar. O'sha on dunyodagi har bir qiyinchilikning, sinovning asl ma'nosi ayon bo'ladigan payt. Chunki sabrning mukofoti cheksiz mukofot bo'ladi. Endi na charchoq bor, na og'riq, na qayg'u, na ko'z yoshi. Bir tarafda cheksiz baxt, boshqa tarafda azob va iztiroblarga to'la pushaymonlik. Do'zax esa tobora to'lib bormoqda. Pushaymonlik ovozlari uning tub-tubida aks-sado beradi. Jannat va do'zax aslida qanday joy? Jannat dunyoga o'xshaydimi? U yerda yoz-qish, tun-kunduz bormi? Abadiy jannatda yashash zeriktirib qo'ymaydimi? Jannatga eng oxirgi kirgan odamning holi qanday bo'ladi? Keling endi har ikkala tarafning holatini batafsil bayon qilamiz. Bir tarafda pushaymonlik, boshqa tarafda esa quvonchli tabassumlar. Zolimlar qilgan zulmlarining jazosini ko'rishga, mazlumlar sabr qilganliklari uchun mukofot olishga yo'l olmoqdalar. Endi jannat ahli uchun barcha qiyinchiliklar, og'riqlar, tashvishlar ortda qoldi. U yerda na yolg'izlik, na ko'z yoshi mavjud. Qur'onda jannat shunchalik batafsil tasvirlanadiki, inson darrov o'sha tomonga intilgisi keladi. Alloh taolo marhamat qiladi. U yerda nafslar orzu qilgan, ko'zlar huzur topadigan barcha ne'matlar bor. Siz u yerda abadiy qolursiz. Hadislarda jannat haqida shunday deyiladi: hech qachon kasal bo'lmaysiz, abadiy yashaysiz, o'lim bo'lmaydi, doim yosh bo'lasiz, qarish yo'q, hech qanday mashaqqat, charchoq bo'lmaydi. Jannat ahli hamisha 33 yoshda bo'ladi, ya'ni insonning eng baquvvat, eng ideal yoshi. Jannatga er-xotin birga kirgan bo'lsa, nikohlari baxtli ravishda davom etadi. Dunyoda uylanmagan yoki turmush qurmaganlar esa jannatda ko'ngli tushgan juftliklariga ega bo'ladilar. Jannatda hech kim yolg'iz qolmaydi. Payg'ambarimiz jannatning tuzilishini shunday bayon qilganlar: binolari oltin, kumush g'ishtlardan, qurilish ohagi muskulardan, toshlari duru gavhardan, tuprog'i zafarondan. U yerga kirgan kishi ne'matlarga erishadi, azob ko'rmaydi, abadiylikka daxldor bo'ladi. Kiyimlari eskirmaydi, ular qarimaydilar. Jannatda dunyo qonunlari o'tmaydi, hamma narsa o'sha zahoti ro'yobga chiqadi. Bir meva istasang, daraxt darhol senga tayyor qilib beradi. Uni yetishtirish, sug'orish, kutish shart emas. Uning o'rniga esa darrov yangisi paydo bo'ladi. Daraxtda hech qanday kamayish bo'lmaydi. Bu bizga boshqacha bo'lib ko'rinsa ham, oxirat olamining tabiati shunday bo'ladi. Hadisda shunday kelgan: jannatdagi inson go'sht istasa, darhol qizdirilgan holda oldiga qo'yiladi. U yerdagi barcha yomon hislar bandalarning qalbidan butunlay chiqarilib yuboriladi. Na hasad, na g'azab. Har kim u yerda aka-uka kabi do'stona, baxtli yashaydi. Alloh Qur'onda shunday marhamat qiladi: biz ularning qalblaridagi adovatni
sug'urib tashladik. Ular bir-biriga yaqin aka-uka sifatida taxtda o'tiradilar. Payg'ambarimiz ham shunday degan: jannat ahli bir odamning yuragidek bir yurakka ega bo'ladilar. Ular orasida na ixtilof, na dushmanlik bo'ladi. Jannat ahli bir-biriga do'st birodar holda birga bo'lib, dunyodagi xotiralarni bir-biriga gapirib eslashadi. Hatto ular o'sha voqealarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, go'yoki kino ichiga kirgandek bo'lib, o'tgan hodisalarga bevosita guvoh bo'ladilar. Va dunyo go'yo bir ziyora, biz hali bilmagan yana ne daryolar ham mavjud bo'ladi. Oyatda shunday aytiladi. Unda ularning rizqi ham, soya salqinlari ham doimiydir. U yerda buzilmaydigan suv daryolari, ta'mi o'zgarmaydigan sut daryolari, jannat ahli uchun lazzat beruvchi sharob daryolari va soft asal daryolari bor. U yerda ular uchun turli tuman mevalar va robbilaridan mag'firat bordir. Hadislarda ham shunday bayon qilinadi. Jannatda asal dengizi, sharob dengizi, sut dengizi va suv dengizi mavjuddir. Boshqa daryolar ham shu dengizlardan chiqadi. Ammo bu yerda aytilgan sut, asal va sharob dunyodagidan juda farq qiladi. Ular jannatga xos sifatlar bilan yaratilgan. Jannatda ularning har biri mutlaqo pokiza, lazzatli, rohat bag'ishlovchi bo'ladi. Insonni sarxush qilmaydi. Oyatda shunday ta'riflanadi. Unda o'sha sharobda bosh aylantiruvchi xususiyat yo'qdir. Uni ichganlar sarxush bo'lmaydilar. Tabiatdagi barcha go'zalliklar bilan birga jannatning muhiti, havosi ham eng mukammal holda bo'ladi. Dunyodagidan farqli ravishda na issiq, na sovuq. Inson ruhiga eng yoqimli, munosib bir iqlim. Jannatda insonni shod etadigan doimiy nur bo'ladi. Oyatda yana shunday deyiladi: biz ularni issiq ham, sovuq ham bo'lmaydigan, ayni vaqtda bo'lgan salqin soyaga kiritamiz. Jannatda tun bo'lmaydi. U butunlay yorug'lik va nurdan iborat bo'ladi. Shuningdek, jannatda uyqu ham bo'lmaydi. Chunki uyquning inson uchun yoqimli kelishi charchoqni ketkizgani uchun, holbuki jannatda charchoqning o'zi yo'q. Ularga u yerda hech qanday charchoq bo'lmaydi. Jannat ahli uxlamaydilar. Ya'ni jannat hech qanday ehtiyoj bo'lmaydigan, faqat lazzat uchun yashaydigan rohatga to'la bir makon va u yerda abadiy qoladilar. Albatta, jannat haqidagi bu kabi tasvirlar bizga faqatgina bir ishora, bir poydevor beradi. Aslida biz bu ta'riflaganimizdan ancha ortiq, aql va tasavvurga sig'maydigan go'zallik kutmoqda. Hadislarda shunday deyiladi: solih bandalarim uchun ko'zlar ko'rmagan, quloqlar eshitmagan, inson xayoliga ham keltirmagan ne'matlar tayyorlab qo'ydi. Alloh hammamizga jannatni nasib qilsin. Amin. Qur'on va hadisdagi ma'lumotlarga ko'ra, jannatning 8 darvozasi bor. Odamlar qilgan amallariga ko'ra shu darvozalardan chaqiriladi. Bu darvozalar namoz darvozasi, jihod darvozasi, Rayyon darvozasi, ro'zadorlarga sadaqa yoki zakot darvozasi, haj darvozasi, af, kechirim darvozasi, ayman darvozasi, zikr va ilm darvozasi. Jannatning o'zi ham turli tuman darajalarga, tabaqalarga bo'linadi. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilganiga ko'ra, jannatning 7 tabaqasi bor. Firdavs, Adn, Naim, Dorul Hul, Meva, Dorus Salom, Illuyun. Firdavs jannati jannatning to'laligini ifoda qiluvchi umumiy nom bo'lishi mumkin yoki jannatning markazi, eng yuqori va eng qadrli qismiga berilgan maxsus nom ham bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Allohdan jannat so'raganda Firdavsni so'rang, chunki Firdavs jannatning markazi va eng yuksak joyidir. Jannat daryolari Firdavsdan oqib chiqadi. Zotan jannatga kirishning o'zi ham ulkan go'zallikdir. U yerda hech kim g'amgin bo'lmaydi. Hadislarda shunday marhamat qilinadi: sizlardan bir-biringiz jannatdagi eng quyi darajada bo'lsa ham, unga farishtalar dilingdan o'tganini tilagin deyishadi. U esa orzu qilib ketaveradi. So'ng undan dilingdan o'tgan hamma narsani tilab bo'ldingmi deb so'rashadi. Ha degach, albatta tilaganingni
uning o'zi emas, balki undan bir necha barobar seniki bo'ladi deydi. Endi esa odamlarni qiziqtirayotgan yana bir savolga o'tamiz. Jannat ahlining kiyimlari qanday bo'ladi? Oyatdagi xabarlarga ko'ra jannatdagi kiyimlar ipakdan va bezatilgan nafis atlasdan bo'ladi. Ularning ustilarida mayin ipakdan va qalin ishlangan atlasdan yasalgan kiyimlar bo'ladi. Ular oltin bilaguzuklar va dur injilar bilan bezatiladi. Bir hadisda shunday nozik bir jihatga e'tibor qilinadi. Ular orasida shunday banda yo'qki, boshqalarining ustilariga ziynatli libosini ko'rib, o'zlarini kamdek his qilmasin. Gapini tugatmasidan avval uning ustiga undan ham chiroyliroq kiyim kiygiziladi. Jannatda yuz go'zalligimiz qanday bo'ladi? Dunyo holatida ko'rganimizmi? Aslida jannatda Alloh bandalarni nuqsonsiz, mukammal, go'zal holatda yaratadi. Ularga eng yoqqan, eng quvonch bag'ishlagan surat bilan. Lekin bu go'zallik bitta shakl bilan cheklanmaydi. Alloh jannat ahli uchun xohlagan paytda xohlagan tashqi qiyofani tanlash imkonini beradi. Ya'ni jannatda inson istagan boshqa bir go'zallikka o'tishi uchun. Jannatda bir bozor bor. Unda sotish ham, sotib olish ham yo'q. Faqat erkak va ayol suratlari bo'ladi. Kim ulardan bir suratni istasa, o'sha suratga kiradi. Ba'zi olimlar bu bozorni moddiy shakl, o'zgarish emas, ma'naviy lazzat va go'zallik ramzi ta'rifi sifatida izohlaganlar. Lekin natija bir xil. Jannat ahli oilalariga yanada chiroyli holda qaytadilar. Jannatga eng oxiri kiradigan kishining holatini eshitganmisiz? Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Men do'zaxdan eng oxirida chiqadigan va jannatga eng oxirida kiradigan kishini bilaman. U do'zaxdan sudralib chiqadi. Alloh unga bor, jannatga kir deydi. U boradi, ammo jannat unga go'yo to'lib qolgan qilib ko'rsatiladi. Qaytib kelib, ey Robbim, bordim ammo jannatni to'la topdim. Alloh yana buyuradi: bor, jannatga kir. Chunki sen uchun dunyoning o'zi kabi, balki uning 10 barobar kabi ne'mat tayyorlangan. Shunda u hayrat bilan aytadi: sen olamlarning Robbisi bo'lib, menga hazil qilyapsanmi? Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh bu hadisni aytar ekan, shu qadar kuldilarki, hatto orqa tishlari ko'rindi. So'ngra dedilar: mana shu kishi jannatdagi eng quyi darajadagi odamdir. Robbilarining jamolini ko'rgan mu'minlar hayrat va muhabbat bilan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb ibodat va shukr aytadilar. Inshaalloh biz ham ular qatorida bo'lamiz. Bu holatda bir tomonning nadomati, ikkinchi tomonning shukri ortadi. Jannatdagilar do'zaxliklarni, do'zaxdagilar esa jannatliklarni ko'radilar. Xo'sh, jannat ahli cheksiz baxtga erishgan bir paytda do'zax ahlining holi qanday bo'ladi? Keling, ularga ham biroz nazar solaylik. Do'zax ming yillar davomida ichiga to'planib kelgan g'azab kabi qaynab turgan joy. Bu dunyoda sanoqsiz insonlarni zulm ostida ezganlar, yuzlab, minglab chaqaloqlarni o'ldirganlar, insonlarning haqqini yegan ko'plab zolimlar endi o'sha yerda qamalmoqda. Ichkarisi qop-qorong'u. Insonlarning ohzonlari, inqiriqlari, yig'ilari eshitilib turadigan, iztirob va pushaymonlik tasviri ustun bo'lgan bir makon. Qiyomatni yolg'onga chiqarganlar uchun lovullab turgan olov tayyorlab qo'yilgan. Ular o'sha olovni uzoqdan ko'rganlarida uning g'azabli g'uvullashi va g'o'ldirashi quloqlariga eshitiladi. Ular zanjirlar bilan qattiq bog'langan holda do'zaxning tor bir joyiga tashlansalar, o'sha zahoti yo'q bo'lib ketishliklarini istaydi. Bugun bir marta yo'q bo'lishlikni bekorga istamang, ko'p marta yo'q bo'lishlikni tinglang. Biz o'zimizni u
yerda tasavvur ham qila olmaymiz. Ammo do'zax adolatni o'z o'rniga qo'yilishi uchun zarurdir. Adolatning o'zi ham bir rahmatdir. Bundan tashqari do'zax katta gunoh qilib tavba qilmagan, savobidan gunohi ko'p bo'lgan va o'ziga shafoat topa olmagan mu'minlar uchun vaqtinchalik turar joy. Mu'min kishi do'zaxga kirsa ham oxir oqibat chiqadi va jannatga kiradi. Aslida do'zax islomni go'zal tarzda eshitishiga qaramay, kibr va g'ururlari bilan Allohga bosh ko'targan, ko'plab zulmlar qilgan, sanoqsiz insonlarni o'ldirgan kofirlar uchun tayyorlangan va ular u yerda abadiy qoladilar. Alloh oyatda shunday marhamat qiladi: biz ularga zulm qilmadik, balki o'zlariga zulm qilganlar o'zlaridir. Yana oyatda do'zax ahlining vazifali farishta bilan bo'lgan suhbati shunday keltiriladi: Ey Malik, Robbinga duo qil, ustimizga o'lim qilsin, ishimizni tugatsin. Molik esa: siz bu azobda abadiy qoluvchilarsiz. Do'zaxning azobi faqat Allohning o'zi emas, u yerda inson jannat ne'matlarining mahrumlik azobi, yolg'izlik, sukunat va zulmat, shayton bilan yonma-yon qolish iztirobi, yondiruvchi olov, muzdek qilib kuydiriladigan azob, Allohga nonko'rlikning oqibati, Alloh bilan gaplasha olmaslik. Ya'ni turli tuman azoblar bilan yuzma-yuz qoladi. Qur'onda Allohning do'zax ahliga qilgan dahshatli xitobi shunday keltiriladi: endi menga gapirmang. Qanchalik dahshatli manzara, shunday emasmi? Olamlarning Robbisi bilan aloqa tamoman uziladi. Davomida Alloh shunday deydi: bandalarimdan bir jamoa, ey Robbimiz, iymon keltirdik, bizni mag'firat qil, bizga rahm et, sen rahm qilguvchilarning eng yaxshisisan der edi. Siz esa ularni masxara qildingiz. Ularning sabr toqati sizga meni unuttirar edi. Siz ularga doimo kuldingiz. Men ularni sabriga mukofot berdim. Albatta najot topguvchilar o'shalar. Do'zax ahli qo'llari zanjir bilan bog'langan, tanalarining har joyi olov qamrab olgan holda turadi. Ko'zlarida tasvirlab bo'lmaydigan dahshatlar bor. Har nafasida do'zaxning alangali nafasi ko'ksiga to'ladi. Ular chiqishga, qutulishga urinadilar, ammo iloji yo'q, chunki bu yerdan qochish yo'q. Ustilaridan quyiladigan qaynoq suv ularning terilari va qornilarini eritadilar. Oyatlarda bu shunday tasvirlanadi: Saqor, do'zax nima ekanligini bilasanmi? U na orqaga qaytadi, na azoblashdan voz kechadi. U odamlarning terisini kavlaydi. Yeguliklari zaqqum va tikanli o'simliklar. Ichimliklari qaynoq suv va iring. Har ichganlarida azobni suyak miyalarigacha his etadi. Yana aytiladi: bundaylarning oldida do'zax bor. U yerda ularga iringli suvlar ichiriladi. Ular yutishga urinadilar, ammo tomog'idan o'tkaza olmaydilar. Har tomondan o'lim ularga yaqin keladi, ammo ular o'lmaydilar. So'ng bundan ham qattiq azob kutmoqda. Boshqa bir oyatda shunday deyiladi: zaqqum daraxti albatta gunohkorlarning taomidir. U erigan muz kabi, qaynoq suv qaynagani kabi ichlarini qaynatar. Har chidolmayapman deganlarida azob yanada kuchayadi. Ularning yagona umidi o'lim, lekin o'lim ham bo'lmaydi. Axir bu dunyoda qanchadan qancha begunoh chaqaloqlarni ustiga bombalar yog'dirib, ularning ko'z yoshlari bilan o'ynagan kim edi? Yuz minglarcha onalarning faryodini kulib tomosha qilganlar o'sha zolimlarning o'zlari emasmidi?
Ko'shkiydi aqlimni ishlatganimda, ko'shkiydi yana bir imkon berilganida. Ammo bu qop-qorong'u iztirob ularga hech narsa olib kelmaydi. Imtihon sahifasi yopilgan, ular endi faqat o'z qilmishlari bilan yuzma-yuz qolganlar. O'sha kuni do'zaxdagi jamoalar bir-birlari bilan tortishadi, gunohlarini bir-birlarining ustiga o'zaro ag'darib, o'zaro la'nat qiladilar. Bu manzara oyatlarda shunday tasvirlanadi. Alloh aytadi: sizlardan oldingi o'tgan jin va inson jamoalari qatorida siz ham olovga kiring. Har bir ummat do'zaxga kirganida o'zidan oldingilariga la'nat o'qiydi. Barchasi birinma-ketin u yerda jamlangach, keyingilar o'zlaridan oldingilar haqida Ey Robbimiz, bizni yo'ldan ozdirganlar shular, ular uchun azobni 2 barobar qil. Alloh esa haqiqatdan barchangizga 2 barobar azob bordir, lekin siz bilmassiz. Oldingilar esa keyingilarga aytadi: Sizning bizdan ortiqcha hech qanday yeringiz yo'q. Endi qilgan amallaringizga yarasha azobingizni toting. Do'zax ahlining ba'zilari shaytonni ham ayblaydi. Shayton esa u yerda shunday javob beradi: Albatta Alloh sizga haq so'zni va'da qilgan edi. Men ham sizga va'da qildim, ammo va'damda turmadim. Men faqat chaqirdim, siz esa keldingiz. Endi meni qo'ymang, o'zingizni qo'ying. Men sizni qutqara olmayman. Siz ham meni qutqara olmaysiz. Men o'zimni hech qachon sizga meni Allohga sherik qiling demaganman. Men sizga faqat vasvasa qildim. Siz esa menga haddan ortiq ergashib, meni Allohga tenglashtirdingiz. Ishning oxirida zolim o'z jazosini, mazlum o'z haqqini to'liq oladi. Agar do'zax haqidagi bu xabar seni qo'rqitgan bo'lsa, bu aslida yaxshi narsa. Chunki Qur'onda shunday bashorat bor. Robbisining huzurida turishda qo'rqqanlar uchun 2 jannat bordir. O'lim qachon kelishini hech kim bilmaydi. Ammo bu 4 qism davomida aytilganlar albatta yuz beradi. Azroil seni kuzatmoqda, qabr seni kutmoqda. Hisob oson bo'lmaydi. Bir tarafda jannat, boshqa tarafda do'zax. Va sen bu videoni tomosha qilayotgan bo'lsang, demak, imtihoning hali tugamagan. Demak, hammasini tuzatishga imkoning bor. Gunohlarimiz bo'lsa ham bizga yarashadigani Allohga qaytish, tavba qilish va 5 vaqt namozni mustahkam qilishdir. O'limdan keyingi qo'rqinchli, dahshatli manzaralarning hammasi vahima ichida bo'lgan bir paytda tabassum bilan abadiy jannatga kirish bunga arziydimi? Oyatlarda shunday deyiladi: Ey o'ziga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qiladi. Chunki u eng kechiruvchi zotdir. Kim bir yomonlik qilsa yoki o'ziga zulm etsa, keyin Allohdan mag'firat so'rasa, Allohni mag'firatli va rahimli holda topadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday mujda berganlar. Gunohlaridan tavba qilgan kishi go'yo gunoh qilmagan kishidekdir. Alloh bizni ham gunohlarimizni ham mag'firat qilsin. Amin. Aziz birodarlar, ko'rib turganingizdek 4 qismli qiyomat va mahshar videosi ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu kabi videolarni boshqalarga ham yetib borishligida o'z hissangizni qo'shing. Kanalimizga obuna bo'lib, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, yaqinlaringiz bilan ulashing.